Estağfurullah. Bizni Hanafiy mazhabimizdagi kitoblarda ana shu Ramazon ro'zasi haqidagi bahslarda o'sha beuzr cho'milish makruh deyilgan. Makruh deyilgan chunki ro'zani ochilish xavfi bor har qanaqa ish makruh deyilgan. Mana masalan tuz totish ham makruh deyiladi. Tuplaveradi odam, lekin ehtimoli borki biror tomchi o'tib ketsa degan. Yoki ba'zi ishlar bor, unda to'la ro'za ochiladi degan, shulardan biri g'arg'ara. Tahorat deganimizda g'arg'ara qilsak, ro'za shubhasiz ochiladi. Holbuki biz hech ham o'tgani yo'q deymiz. Lekin o'sha tanglay devorlarida qolgan narsa yig'ilsa bir tomchiga aylanadi-da. U o'z-o'zidan har tarafdan o'tadi. Yig'ilsa bir tomchimi? Shuning uchun kimdir ro'za tutib g'arg'ara qilgan bo'lsa, shu yakkacha bo'lgan ro'zasi, hamma ro'zasi ochilgan. Hamma ro'zasi ochilgan. Shuni bilib qo'yinglar. Shuning uchun pastga qarab suv olib to'kish kerak, xolos. Burunni ham ichiga olish kerak emas. Shunda olib to'kaverish kerak. Tortib burunga suvni tortish kerak emas. Nimaga desa, ehtimoli bor o'tib ketish degan narsa bilan ochiladi deyapti. Haligi nimalarda bo'lsa, o'sha cho'milishga o'xshagan narsalarda albatta burundan cho'milganda suv kirish xavfi bor. Og'izdan ham kirish xavfi bor. Bu holatlarga ro'zani o'shanga ro'para qilishga haqqimiz yo'q. Shuning uchun muxtasarda ham, hidoyada ham beuzr Ramazon oyida inson cho'milishligi makruh deyilgan. Biz shu mazhabdamiz. Shu mazhab masalasiga agar qanoatlansak, shuni qabul qilamiz. Bu mazhab masalasi ayni masala ehtiyot masalasi. Musulmon odam bir joyda yo'l bor va yo'l yo'q degan ikkita gap dalil bilan eshitsa, yo'l yo'g'ini olish kerak. Ibodatlarda. Ibodatda chunki ehtiyot tarafini ushlashimiz kerak-da. Shuning uchun mazhabimiz rahbarlari Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi va shogirdlari cho'milish makruh deyildi. Ammo nima bo'lsa, uzr bo'lib cho'milish vojib bo'lsa, juda ehtiyot bo'lib, shunda ham o'sha pastga qarab og'iz burunni chayqab cho'milib olishga ruxsat beriladi va keyin og'iz ochgandan keyin og'iz burunni chayqab olishlik tavsiya qilinadi. Boshqa og'iz ochdingizmi, ro'za tugadimi? Shomdan avval bir og'iz burningizni chayqab oling. O'sha bemalol chayqab oling. Mana shu. Shunga ham ehtiyot qilinadi, usul vojib bo'lsa ham agar. Endi usul vojib emas, isib ketdik, chanqab ketdik. Odam agar mana bu issiqlar 45 gradus bo'ladigan bo'lsa, qiynaladi-ku. Shunda mana shu yergacha bo'lgan suvga tushishlik durust agar siz tanglayingiz qurib qolsa. Odatda chanqaganda tanglay qurib qoladi. Shuni tugatib qo'ydim ama. Mayli. Şeyga qo'yib qo'yasiz bo'ladi. Savol tugamadi javobim. Turib, ashi tushab. Chalishda nima deb? Tanglayda to'xtab qoladi. Xalqimga o'tirsa bo'laveradi. Butun olmay qolasiz. U haligi chanqadim degan bir tushuncha bo'ladi, yuragim kuyib ketdi bular emas. Ammo tanglay qurib yutun olmay qolishlik ba'zan bo'ladi odamda shuni. Unda qiyin juda. Mumkin emas, unda odam halok bo'lib qolishi. Mana shu holat bo'lsa, oyog'ingiz bilan suvga tushib, yelkangizgacha suvga kirishlik durust bo'ladi. Shu uzr bilan, mana shu uzr bilan. Shu bo'lmagan holatda ya'ni. Shunday o'tirib, o'zi asli biz bir tajribamizda o'tgan, oyoqni suvga solib o'tirilsa tizzagacha. Shuni o'zi borar ekan. U bu yerga tushish shart emas. Hali rosa chidamay, masalan, o'shaqa shu kunlarda, o'shaqa kunlarda bo'lgan Ramazonda, unda 30 yil avval bizda ham bo'lgan edi shu. Uzoq bir joyga borib, qaytib kelib, kun bo'yi yo'lda yurib, 200-300 kilometr yurilganda, umuman asrdan keyin nima bo'lmay qolgan. Shunda ariqqa kelib o'tirib, ya'ni oyoqni solib, shu nimagacha, oshig'igacha. Bir 15 daqiqadan keyin namlangan odam. Ya'ni mana shu yerda nam paydo bo'lgan. Yutinishi mumkin bo'lgan. Mana bu narsa durust. Haliginchalik uzr bilan durust bu. Shunchaki emas. O'zi masalan Ramazon oyini, ibodat oyi, buni kutib yashaymiz bir yil. Demak, shunaqa tellab ishlaydigan ishlarimizni ham Ramazonda oldi keyiniga surish kerak. Bu kuni kuchingiz bo'lsa Qur'on o'qing. Qur'on o'qishga ham
kuch bo'lmay qolsa, chanqab qolsa, odam salqinlarda o'tkazish harakatini qilish kerak. Kundalik noningizni topishga majbur bo'lsangiz, kundalik ishlaysiz. Yo'q, imkoningiz bo'lsa, agar bir oy odatda ta'til otpuskaga ham chiqadi odamlar. Ramazonga olish kerakda. Endi ishim bor demasdan, o'sha ishni 11 oyda ichida hal qilish kerak. Hal qilish imkonimiz bo'lmay qolsa, hozirgi darajada ehtiyot bilan nima qilish kerak? Qani endi nima Şairler var mı? Şairler var mı?